Temir eshiklari o'ta sifatli, zamonaviy tipda qurilgan ekan. Birinchi loft eshigimiz. Qisqacha bir ma'lumot bor o'tkazsam. Eshigimizning qalig'i 9 sm. Asinkoy listdan qora. O'zgacha bir dizayn. Olifon. Lazerli apparatda o'yib ishlangan gullar. Bizning korxonamizda barcha eshiklar duh konturner ezillar bilan ishlab chiqariladi. Eng asosiysi issiq, sovuq shum o'tkazmaydi. Eshigimizning orqa taraf olifon, ichi beton pena bilan to'ldirilgan. Bizdan eshik xarid qilib 10-15 yil davomida eshik haqida qayg'urmaysiz. Bektemir eshik korxonamizda navbatdagi ustun fiyat bergan eshigimiz Xorazm viloyati Bog'ot tumani O'zgarish mahallasi Teshovoy otamizning aqtiqlagan xonadonidan. Teshovoy otamizning eshik haqida fikrlarini eshitsak. Bu eshiklar Bektemir eshiklari o'ta sifatli, zamonaviy tipda qurilgan ekan. Juda zo'r. Zamoqlar ham buzilmay turgan mustahkam zamoqdan qo'yilgan. Sovuq o'tkazmaydi, issini o'chirmaydi. Oynalarni hatto reshotkalar ham qo'yilgan o'zine. Aynaga shikast yetmasligi uchun. O'ta zo'r, zamonaviy yasalgan ekan. Rahmat bu ustalarga, rahmat. Premium kачестводagi eshiklar kerak bo'lsa, bemalol Bektemir eshiklarini murojaat qilaverasizlar.